iflos. Aka. Tetraplegiya. Oyoq qo'l falajligi. Endi u oddiy qo'rchoq bo'lib yashashi mumkin. Sizga sabr tilayman. Короче, bir hafta muhlat. Chiqib ketasizlar. Bu uy bizani nomimizda. Bo'shatib berishinglar shart. Gapiringsizamda erkakga o'xshab. Battar bo'lgin. Chi oldimga. Qochmoqchining hammasini menga tashlab. O'sham ko'prikdan sakrab qutulmoqchimiding, ey? O'zing yo'q qilish ham qo'lingdan kelmadi. Tomosha qilib o'tiribsan hozir. Meni azoblanishimni ko'rib. Qiynalib ketdim, ey. Qiynalib ketdim men, ey. Ey Umid. Xafa bo'ldingmi, ukam? Tur. Tur. Ey. Ukam o'tib qoldi, domla peshinga janozaga olib kelmoqchi edim. Aka, jon deb o'qib berardim ming bor, lekin safarga chiqib ketishim kerak edi. G'assol kerak edi, siz oldingizga jo'natdim. Ozgina mazam yo'q edi. Boshqa odam topinglar. O'rta olib borolmayman. Ukang hidlanib qolgan, mashinaga hidi o'tirib qoladi.